Erimning vafotidan keyin 2 yil o'zimni ko'mib yashadim. Tanam muzlagandi. Lekin bir kuni u mendan ancha yosh studentligi pichirladi. Madina, men sizni faqat uyga olib borib qo'yishni istamayman. Oshqa tun men gunohga yo'l ochdim. Mening ismim Madina. Yoshim 29 da 2 yil avval hayotimning quyoshi sondi. Erim avtohalokatda vafot etdi. U bilan 5 yil yashab farzand ko'rmagan edik, lekin baxtli edik. Uning o'limidan so'ng qaynonam uy-joyini sotib, qarzlarimizni yopdi. Men esa 60imdan qochib Pikerning sovuq quchogiga keldim. Qishlog'imizdagi har bir ko'cha, har bir odam menga uni eslatardi. Bechora beva eri oldi-yu, hali yosh degan pichirlashlardan charchadim. Bu yerda bir omborda qadoqlovchi bo'lib ishlayman. Ishim sovuq, og'ir, hayotim esa bosh. Ishdan uyga musiqa, uydan ishga kichkina kommunalkadagi xona mening qabrimga aylangandi. Men ayol ekanligimni unutgandim men. Faqat 60 bilan nafas olayotgan bir soya edim. Bir kuni ishdan musiqa. So'ng yomg'ir ostida qolib ketdim. Taksi to'xtatdim. Mashina ichi musiqa, issiq yoqimli musiqa. Rulda o'zbek yigit o'tirardi. Assalomu alaykum opajon. Qayerga? Uning ovozi shunday yoqimli hayotga to'la ediki. Uning ismi Aziz ekan, 24 yoshda arxitektura fakultetida o'qir, kechalari esa taksi qilib pul topar ekan. Oxir kuni u mendan telefon raqamimni oldi. Ishingiz og'ir, musiqa opa. Xohlasangiz har kuni o'zim olib ketaman arzonroq qilib dedi. Shu tariqa bizning tasodifiy uchrashuvlarimiz boshlandi. Har oqshom u meni ishdan olardi. Biz yo'l bo'yi suhbatlashardik. U o'zining orzulari Piterning go'zalligi haqida gapirardi. Men esa yillar davomida birinchi marta kim bilandir o'zimning dardimdan boshqa musiqa narsa haqida gaplashardim. Uning yoshligi, uning kuchi menga yukayotgandek edi. Uning nigohlarida men endi opa yerni emas, boshqa narsani ko'ra boshladim. Uning ko'zlarida men ayol edim. Bir kuni u mashinani uyim oldida to'xtatdi, lekin men tushmadim. Peterning oq tunlari boshlangandi. Soat kechgan 11. Lekin hamma yoq yorib. Aziz musiqa pichirlab Madina. Men sizni endi shunchaki uyga olib borib qo'yishni istamayman. Yuragim musiqa gupillab ketdi. Men nima bo'lishini sezib turardim va bundan qo'rqardim. Aziz, men musiqa sizdan kattaman, men bevaman. U barmog'ini labimga bosdi. Jim, siz ayolsiz. Dunyodagi eng go'zal ammo eng yolg'iz ayolsiz. Va men sizni xohlayman. U egilib lablarimdan olibdi. Bu opich bu mening 2 yillik muzimni musiqa eritib yuborgan oliv edi. Oshqa tun meni kommunalkaga emas, o'zining kichkina ijaradagi kvartirasiga olib bordi. Kichkina musiqa ammo shinam. Men titrardim. Ham qo'rquvdan, ham istakdan. Musiqa qo'rqmang dedi u yechintira boshlarkan. Men sizga ozor bermayman. Uning qo'llari yosh kuchli. Ammo shunday musiqa mayin ediki, u tanamning har bir nuqtasini avaylab opardi bo'ynimni, musiqa yelkalarimni. Uning lablari ko'kraklarimga yetib kelganida men oq urib yubordim. Bu lazzat, bu unut bo'lgan his. U meni ko'tarib divanga musiqa yotqizdi. Uning nigohi tanamni o'rganar ekan, men uyatdan emas, musiqa hayajondan qizardim. Uning qattiq turgan vujudi oyoqlarim orasiga yaqinlashdi. Uning kattaligini his qilib bir zum musiqa qoqdim. Erim boshqacha edi. U buni sezdi. Boshlashing jonim dedi-yu sekin ichimga kirdi. Men yengil chinkirib yubordim. Musiqa bu og'riq emas. Bu qayta tirilish edi. Ichim tovuldi. Musiqa yillar davomida bombosh bo'lgan vujudim. U sekin ammo chuqur harakatlarni boshladi. Men uning har bir harakatini musiqa his qilardim. Bu shunchalik kuchli ediki, men uzoqqa bormadim. 2 yillik musiqa, sog'inch, 2 yillik yolg'izlik bir necha daqiqada portladi. Men musiqa qattiq qaltirab, uning yelkasini tirnab boshlashdim. U to'xtamadi. U jilmaydi. Bu faqat boshlanishi Madina.
Endi u tezlashdi. Gevicherlar bizning tez-tez olingan nafasimiz oq tunningligini buzardi. Uning kuchi, uning yoshlik ehtirosi meni aqldan ozdirardi. Men bu lazzatga chiday. Olmayotgandek edim. Uning har bir zarbasi meni jannatga olib chiqayotgandek edi. Men yana va yana bo'shashdim, lekin u hali ham to'xtamasdi. Nihoyat men o'zimni yo'qotib qo'yganimda u og'zini topdi. Endi menikisiz dedi-yu, chuqur ingrab ichimga tashladi. Musiqa, ichimdagi issiq suyuqlik bu meni battar qo'zg'atdi. Yana dedim men pichirlab, o'zim ham nima deyotganimni bilmay. U kuldi. Biz bir ozdam musiqa oldik, keyin u meni tizalatib, orqamdan yaqinlashdi. Bu safar u meni ikkiga bo'lib musiqa yuborayotgandek edi. Uning har bir zarbasi butun vujudimni titratardi. Musiqa u sochlarimdan ushlab o'ziga tortardi. Men faqat ingray olardim. Keyin u meni ag'darib, oyoqlarimni yelkalariga musiqa tashlab oldi. Bu chuqurlik. Men bunday lazzat borligini ham bilmasdim. Erim bilan musiqa hech qachon bunday bo'lmagandi. Bu yovvoyi, bu hayvoniy bir ehtiros edi. Nihoyat u meni ustiga chiqardi. Endi sen musiqa boshqar dedi. Men uning ustida sakrar ekanman, o'zimni dunyoning malikasdek his qilardim. Musiqa uning vujudi oxirigacha kirib chiqardi. Bu safar biz birga portladik. Musiqa, men uning ustiga yiqildim. U esa asbobini ichimdan chiqarmasdan meni mahkam quchoqlab uxlab qoldi. Ertalab musiqa uyg'onganimda tanam og'riqdan zirqirardi. Oyoqlarim belim zo'rga yurdim. Lekin men baxtli edim. Men musiqa tirik edim. Ishga bora olmadim. Kasalman deb telefon qildim. Biz 3 oy birga bo'ldik. Peterning musiqa oshoq tunlari o'sha yoz mening hayotimdagi eng baxtli, eng gunohkor damlar bo'ldi. U meni sevdi, erkaladi. Ayolligimni qaytarib berdi. Ammo musiqa yoz tugadi. Uning oqishi bitdi. U uyga O'zbekistonga musiqa ketadigan bo'ldi. Aeroportda u meni quchoqlab va'da berdi. Madina, men uyga borib hammasini hal qilaman. Men qaytib musiqa kelaman va seni olib ketaman. Menga ishoning. Musiqa u ketdi. Oradan 6 oy o'tdi. U endi qo'ng'iroq qilmaydi. Musiqa Telegramdan yozganlarimga javob bermaydi. Men hali ham Oxaborda ishlayman. Hali ham Oxa kommunalkada yashayman. Lekin men endi avvalgi Madina emasman. Men endi soya emasman. Men uni kutyapman. U qaytadimi? Bilmayman. Balki u meni shunchaki ishlatib, aldab ketgandir. Lekin o'sha 3 oylik baxt, o'sha ehtirosli tunlar, shuning o'zi uchun ham men undan minnatdorman. Men hali ham uni kutyapman. Uning qaytishini xohlayman. Qaynonamning qichqiriqlari quloqlarim ostida jaranglardi. Yuzimga tushgan navbatdagi tarsaki zarbidan polga yiqilib tushdim. Qisir. Yaramas. Bolamning umrini xazon qilyapsan. Uning so'zi xanjardek botardi, sochlarimdan tortib sudrab, ayovsiz tepardi. 2 yillik turmushim faqat shu haqoratlar, kaltaklar va azoblardan iborat edi. Men farzand ko'rolmasdim. Bor aybni menga tonkashardi. Erim har doimgidek chetda jimgina qarab turardi. Ammo o'sha kuni u onasini to'xtatdi. Meni sekin yotoqxonamizga olib kirdi va sovuqqonlik bilan shunday dedi: "Sen homilador bo'lishing kerak." Qanday qilib bo'lmasin? Muammo menda, men farzand ko'ra olmayman. Shuning uchun sen akam bilan yotasan.